1% soliq imtiyozi qo'llaniladi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 27-dekabrdagi 229-sonli farmoniga asosan trikotaj, poyabzal, charm, attorlik sohalaridagi faoliyat yuritayotgan tadbirkorlik subyektlariga ijtimoiy soliqni to'lashda 1% soliq imtiyozi qo'llaniladi. Buning uchun ish beruvchi ijtimoiy himoya yagona reyestri yoki kambag'al oilalar reyestriga kiritilmagan nogironligi bor shaxslarni ishga qabul qilishi lozim. Birinchi va ikkinchi guruh nogironligi bor shaxslarni ishga qabul qilganligi uchun nodavlat yuridik shaxslar uchun ijtimoiy soliq stavkasi 1% etib belgilanadi. Yakka tartibdagi tadbirkorlar ushbu toifadagi xodimlarni ishga olganligi uchun ijtimoiy soliq to'lashdan ozod qilinadi. 1% ijtimoiy soliq imtiyozidan foydalanish uchun ish beruvchi quyidagi talablarga javob berishi kerak. Ish beruvchi va birinchi, ikkinchi guruh nogironligi bo'lgan shaxs o'rtasida rasmiy mehnat shartnomasi tuzilgan bo'lishi, ushbu toifadagi xodimga mehnatga haq to'lashning eng kam miqdoridan kam bo'lmagan miqdorda oylik to'lanishi lozim. Ushbu soliq imtiyozidan ish beruvchi my.soliq.uz veb portalidagi shaxsiy kabinetidan hisobotlarning yuborish bo'limidan kerakli imtiyozlarni tanlash orqali foydalanishi mumkin. Agarda sizda ushbu imtiyozni qo'llash bilan bog'liq muammolar mavjud bo'lsa, Davlat soliq qo'mitasining 1198 qisqa raqamiga murojaat qilishingiz mumkin.